Tezkor xabar. Dam olish kunlari ob-havo qanday bo'ladi? Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 12-15 dekabr kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 14 dekabr yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 dekabrda yomg'ir yog'adi. 13 va 15 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 14 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12 dekabrda 2-7 gradus iliq, 13-15 dekabrda 0-5 gradus iliq, kunduzi 12-13 dekabrda 10-15 daraja iliq bo'ladi. 14-15 dekabrda 5-10 daraja iliqgacha pasayadi. Navoiy viloyatining shimolida kechasi 0-5 daraja sovuq, faqat 14 dekabrda 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 12-14 dekabrda 3-8 daraja iliq, 15 dekabrda 0-5 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 dekabrda kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 13 dekabrda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 14 dekabrda ba'zi joylarda, 15 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12 dekabrda 4-9 daraja iliq, 13-15 dekabrda 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Faqat 14 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 12 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 13 dekabrda kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 14 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 15 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin, ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor 12 va 14 dekabrda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ob-havo ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.